Bu Amerika Colorado ştatının Colorado Spring şehrinin yenideki Garden of Gods, yani ilahilarning bog'chisi deb nom qo'yilgan bir mamlakat bog'chisi. Bu yerga men burun bir qitim kelgan. Bu da ayolimni elib yana keldim. Bu nihoyatda manzillik bir bog'. Ama ma taşninki nomi Balanced Rock deydi. Tangpunglashgan tosh degan ma'nida. Buni ko'rib tursizlar. Shunda yo'g'on toshning ostida bazis tarafidan nihoyatda inchik bir yer qolganda 200 milyon yildan beri tabiiy shakllangan bir tosh. 1890-yili Gorki degan birisi bu yerni setib olib 25 yillik bilet setib bu yerda nurg'un pul tepib ekan. U vaqtdagi 25 tiyin hozirgi 6,5 dollarga teng bo'ldi ekan. Osti tarafni qaraydigan bo'lsak, bular shu o'z vaqtidagi amerikalik indianlar shu yerda aslında yashatdi ekan do'stlar. 1932-yili bu yerni Amerika hukumati o'tkazib olib, bu yerni bog'cha qilgan. Hozirgacha bu yer beka bu yer. Pul to'lamay kirgili bo'ldi ekan. Mana shu vaqtlardagi choqlar. Mana bu nimaligini uqunmaydi. Mushtaq oddiy mashinalar shu vaqtlarda bor ekan. Mana bu keng o'choqlar mana. Xeyli zamonaviy o'choq ekan, bu 1900 nechinchi yillar shunda o'choqlarni chiqargan bo'lsa, mana bir o'choq ekan. Bir mashinami shunda bir nima bor ekan. Allah tamlar ana shu o'choqlarni, choqlarni tuzib böyle. Oh, look at that bird. That bird. That pigeon. Adamların çıkıp yaptı bugün. Garden of Gods, free to the public deb yazılıptı. İlahilarning bog'chisi jamoatga beka degan gap. Bu bog'ningki markaz qismi. Mana bu yerda har xil toshlar, tog' deymizda. Ma tarafı kızıl, A tarafı oq turdu. Endi bu rayonni bu Red Rock Mountains deydi. Kızıl Dağlık rayon degan ma'noda. Hakikaten tabiatninki shu quvvati, qudrati bu yerda ko'rinib turdi mana. Maya Kızıldağ. Mana Maya Akdağ. Karma karşı tarafta. Ya qadaqli ko'rinda va mana qamasmış da oq toshga tamam. Bu tosh nihoyat qattiq boshqa bu ustalning
Әнді кен ашқанның тақтыларға ясайдығанға шындақ муапық ташла. Бұны өкіметтің чәкіліп әткен бұғашқа, өкіметтің сақылынып қалған бұғашқа бияны қолы қызмайды. Болмайдыған болса, бұланы қолап yoқтатты. Bu çok pislik taş. Ay yulvasınınki bir bişik okşap kaptı. Bu trading toast'tan 1900'de şu rayonda yaşaydıgan Amerikalık Indiyanlıklar bir şeyde trading degan soda degan gap var. Bir şey soda kılsak degan. Şu demek konu bir. Şunun içinde hem de Amerikalık Indiyanlar, yerlik Amerikalıklar. Tutkan olur diye tiyerladın. İşte soğudu kılaşar. Tarih orun bir hatırın kurdu. Tabiat hakikaten güzel nesken. Biz eğer bu tabiatını aymaydıgan bolsak, muşundaq güzel menzirler, mana muşu orunlarga eğer binalar silinip, öyler silindigan bolsa, bu güzellik yok oldu. Hem de Amerika'nın şu Amerika atlıları deyimizde öz vaqtida muşundaq tabiatlarni saqlab qolishga nihoyatda ko'ngil bo'lgan. Şunun müştaq yerler mana saqlanıp kelyapti. Evlat o'zimib kelyapti. Jiroqqa qaraydigan bo'lsak, mushu Pikes Peak deb atiladigan Colorado Spring'dagi eng egiz cho'qqa. Uningga kelabda chiqamiz.